Ko'chalar to'la, lekin qalblar yolg'iz. Kulib yashaymiz ichimizda og'riqchin. So'zlar ko'p, ammo haqiqat kam. Inson o'zgardi yoki biz o'zgardik. Bir-birimizga qaraymiz, lekin ko'rmaymiz. Yuraklar yaqin, ammo his qilmaymiz. Dunyo tez yuradi, biz ortda qolamiz. O'zimizni hammasda yo'qotib boramiz. Nega begonalashdi bizning qalbimiz? Nega sovuqlashdi insoniy hissimiz? Kim biz? Kulayotgan ammo yig'layotgan insonmiz. Soxta jilvalar ortida yashayotgan jonmiz. Mehrni unutib shoshayotgan yo'lovchi, o'z soyasidan ham qochayotgan insonmiz. Kim biz? Sevishni bilgan unutgan qalbimiz. Haqiqatdan qo'rqib yashayotgan zamonimiz. Ichimizda savollar, tashqarida jimlik. Insoniyatning katta ishki zulmatimiz. Telefonlar bizni yaqinlashtirdi, lekin uzoqlashtirdi. Ko'z qarash o'rnini ekran egallab oldi. Tabassumlar ham endi filtr ortida. Haqiqiy yuzlar yashirin hayotda. Har kim o'z dunyosida yopiq eshik. Ammo hamma baxtli izlaydi birdek. Eshitmaymiz, lekin gapiramiz ko'p. Sezmaymiz, lekin yashaymiz ko'p. Hamma gapiradi, lekin eshitmaydi. Ko'zlar ochiq, lekin ko'rmaydi. Haqiqat yonimizda, lekin yashirin. Biz qayerga ketayapmiz? O'ylab ko'r bir. Kim biz? Kulayotgan ammo yig'layotgan insonmiz. Agar to'xtab bir lahza o'ylab ko'rsak, kim ekanmiz o'zimizni topsak. Hali kech emas, yurak uyg'onsa, insoniyat yana inson bo'lsa. Kim biz? Kim biz? Yana o'zini izlayotgan jonmiz. Yurakda qolgan so'nggi umid zamonmiz. Agar eslasak, hali kech emas hech qachon. Inson bo'lishing katta imtihon.